sizlarga ham xalqimizdan shunday bir naql yuradi. Hamma keldi, hamma keldi. Shunday ekan, biz mana shu uyum xonadonni, mana shu Imom Nazar, Xudoynazar ukaxonlarimizning suyukli opajonisi, to'y boshida turgan mehribon opajonisi Dilfuzaxon singlimizni davramizga chorlasa, qarsaklaringiz bilan mana shu mehribon ammajonisi Dilfuzaxonni kutib olamiz. Qani kelin qo'shnilarimiz, sizlar bilan maqtaydigan ham mana shu opajoningiz bilan. Marhamat. Ona aziz, ona ulug', ona mehr bulog'i, farzand unga bolday laziz, farzand uning chirog'i. Avvalambor assalomu alaykum, uzoq yaqindan kelgan aziz mehmonlar hamda mezbonlar. Mana bugun to'y va tantana. Bu to'y va tantananing sababchilari ukajonlarim Elbekjon, Asilbek, Diyorbek hamda bir nechalarning sunnat to'ylari. Men bularga uzoq umr, sihat, salomatlik, kelgusi o'qish yoshlarida ulkan zafarlar tilayman. Bular kelajakda xalqimizga foydasi tegadigan, ota-onasiga xizmat qiladigan farzandlar bo'lishini Allohdan so'rab qolamiz. Va shu qatori ukalarim, jigarlarim, Imom Nazar va Xudoynazar, kelinlarim, Mahliy hamda mavlidalarga uzoq umr, bular qo'shqanlar bilan qo'sha qarib, kelgusida bolalarning orzu-havaslarini birgalikda ko'rishi nasib etsin. Shu qatori bizni shu kungacha yetib kelishimizga sababchi bo'lgan ota-onamga ham uzoq umr, sihat, salomatlik tilayman. Bular doimo biz ham yuzga kirganda doimo yonimizda tursinlar. Ojiza emas u, bo'yida halak. Bolam deb ro'zg'or deb 40 joni halak. Qayg'usi bo'lsa ham kulib turadi. Bu dunyoda farishtalar onam bo'ladi. Suyangan tog'imiz otam bo'ladi. Doimo hammaning yuzida kulgu, bizlarda tabassum arimas. Eng yomon kunlarimiz mana shunday bo'lishini tilab qolaman. Orzular dunyoda orzular qilib, sarobi armonni bir chetga surib, yuragingiz yayrab, labingiz kulib, yashang bu dunyoda eng baxtli oilalarning baxtlisi bo'lib. Sizlarga yana bir karra omadni, oilalaringizga tinchlikni, mana shunday Dilfuzaxon qizingiz kelganda, shirin suxan kelinlaringiz, keling opajon, labbay opajon, sizga mana hamma narsamiz tayyor, deb shirin so'zlari bilan kutib olsin-da. Bellarida kamardan bel bog'lagan ukajonlari Imom Nazar, Xudoynazar, opangiz bor ekan, hayotingiz rohatda. Onangiz bor ekan, poylarini o'ping deb aytamiz-ku. Azizlar, faqat uni tiriklik chog'ida qadrlaydi. O'lgandan keyin xoh qiling. Otamiz bor ekan boshimizda davlatimiz. Farzandlar ularni bir og'iz shirin so'z bilan yo'qlab qo'yishni dard tutmaydi. Nur diyda qolaversa mung'liq bo'lgan opa-singillaringizni, aziz ukaxonlar, kelganlarida boshingizga qo'ying. Qo'lingizdan bir so'm pulni kutmaydi. Sizni shirin so'zingizga intiq bo'lib keladi. Onasini, otasini xotirlashga keladi. O'sha yoningizdagi suyukli yoringizga opajoningiz, singlingiz kelganda ming bir tashvish bilan turing. Lekin o'sha tashvishni bir chetga surib, bir marta jilmayib qo'ying. Marhamat, hozirgi yangrayotgan kuyimiz sizlar uchun qadrdonlar, barchalaringizni davraga chorlab boramiz. Sen
Hareketli koşmalardan kaşlarına çizip kalanlı, alnını terizini salanlı. Kaşlarına çizip kalanlı, alnını terizini salanlı. Otuzluk kalardım ben, otuzluk kalardım ben.
Taxminaxon hamda Sadbargoyga so'z navbatini bersak, bu singillarimiz o'z tilaklarini hadya qilsalar. Marhamat, Taxminaxon, Sadbarg, söz navbati sizlarga o'tadi. Assalomu alaykum, biza yaqindan kelgan aziz mehmonlar. Mana shu to'yxonaga xush kelibsizlar. Mana akajonim Abdug'ani, uning nevaralari Asqadar, Diyorbek, Elbek, Bunyatjon sunnat to'ylari ekan. Men ularga uzoq umr, baxt, saodat, kelajakda yaxshi yetib bo'lib, ota-onasiga mehribon bo'lib o'sishiga men ham tilakdoshiman. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Assalomu alaykum, yaqindan kelgan aziz mehmonlar. Mana bugun seni Mahliyaxon, kuyovimiz Xudoynazarlarning o'g'illari Asilbek, Diyorbek, Elbeklarning, Bunyatjonlarning sunnat to'ylari. Men ularga uzoq umr, sihat, salomatlik tilayman. Shu kechaga qatnasha olmagan onajonim nomidan ham tabriklayman. Tog'amlar, onajonim hammasi nomidan tabriklayman. Arzimas sovg'amizni singlimizga topshirishga ijozat bergaysiz. Marhamat. Rahmat mana shunday ajoyib tilaklar uchun. Tabriklarimizni yana davom ettirgan holda quvnoq davramizga singlimiz Mavludaxonni kelinlari Muhayyaxon hamda singlisi Matlubaxonni davraga chorlasak. Avvalambor assalomu alaykum aziz mehmonlar. Mana bugun opcham Mavluda va pocham Imom Nazar, ularning o'g'illari Bunyatbeklarning va akalari Azizbek, Diyorbeklarning sunnat to'ylari ekan. Men bularga uzoq umr tilab qolaman. Qo'llaringiz uchun rahmat. Avvalambor assalomu alaykum aziz mehmonlar. Mana pocham Imom Nazar, opcham Mavludaxon, ularning o'g'ilchalari Bunyatjonning sunnat to'ylari. Akamiz Xudoynazar hamda opchamiz Mahliyaxonlarning o'g'ilchalarining ham sunnat to'ylari ekan. Avvalambor sihat, salomatlik, kelgusi o'qish ishlarida ulkan yutuqlar tilab qolaman. Doimo ota-onalarning baxtiga sog' salomat bo'lishsin. Arzimas sovg'amizni topshirishga ijozat bergaysizlar. Rahmat mana shunday ajoyib tilak va istaklar, ajoyib tuhfalar uchun. Albatta singiljonlarimiz hayot yo'llari mana shunday ajoyib bo'lsin, farzandlariga bosh bo'lib yursin deymiz. Ukaxonlarimiz bilan hayotning eng go'zal onlarini o'tkazsin. Xonadonlarda faqat to'ylar, mana shunday xursandchilik kunlar bo'lsin. Mana bugungi to'yga aziz do'stlar, yana bir akaxonimiz tashrif buyurganlar. Mana shu to'y qilayotgan ukaxonlarimiz Imom Nazar, Xudoynazarning amakilari bo'lgan hurmatli akaxonimizni davraga chorlasak. Nazarxon aka dedi jamoaga. Marhamat, so'z navbati sizga. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Kelganlar uchun rahmat. Mana ukamiz Sherali hammani yig'ib to'y tomosha beryapti. Rahmat shunga. Kelganlaringiz uchun hammalaringga rahmat. Shu qo'llarni uzoq bo'lsin, baxtli bo'lsin, va yaxshilardan yerlaringiz. Rahmat mana shunday ajoyib tilaklar uchun. Quyoshning parchasi yerni yoritar. Bir og'iz shirin so'z dilni yoritar. Sevinch yoshattirar. Kulib yuring, g'amni aritar. Azizlar, hurmatli ota-onalar, opa-singillar, aka-ukalar, bugun to'y jajji o'g'lonlarniki, shunday emasmi? Mana shu o'g'lonlarimiz asr davramiz chetidan qolib ketishyapti. Shuning uchun ota-onalar bilan birgalikda kelgan xoh o'g'ildir, xoh qizdir, jajji bolajonlarimiz, davramiz o'sha jajji bolajonlarimiz uchun san'atkorimizdan ham qolamiz. Marhamat, to'y bolalar, to'y bolani do'stlari hamda
dedi. Qani, davlat. Marhamat. Kelingizlar bolajonlar. Qarsaklaringizni ota-onalar farzandingiz bo'lmasa, hayotingiz go'zalligini ham tasavvur qila olmaysiz. Mana shu farzandlarimiz uchun qarsaklaysiz. Kela qoling qizlarjonlar. Bir chiroyli bo'lib o'ynab bersin ota-onalariga. Qani keling qizlarjon. Bolajonlar, mana shular bilan hayotning go'zalligi. Ana, hozir aziz bolajonlar, sizlar uchun san'atkor akaxoningiz qo'shiq aytadi. Sizlar ajoyib raqslaringizni bir tuhfa qilingizlar, keyin bayramda yana birgalikda o'ynaymiz, xo'pmi?
gülü tamam Cahan mülkide peyda Şuh Mariza Saldi Ali eşki başıma külfet savda Kalbin aya feryat Bir kısmet ademidir nazı fayda Ey kızlar şahra Kıldık yedi bir bakşıra Hısniye şeyda Cilvadır beca Şimdi 72 yıl taka
qasrimizda. Bugun mana shunday ajoyib koshona qasrimizda bir narsani unutib salgina chetga surib qo'yibmiz. Mahliyaxon, Mavlidaxonni dadalari ham shu yerda ekan, bu insonlardan, padari buzrukvorlardan biz uzr so'ragan holda hurmat bilan davramizga mana shu qizlarimizni, padari buzrukvorlarni qarsaklaringiz bilan sahnamizga chorlasak. Marhamat, Abdug'ani aka, Abdufattoh aka, siz navbati siz aziz tabarruk otajonlarga marhamat. Qo'llar Abdug'ani aka, Abdufattoh aka, davramiz sizlar uchun. Albatta mana shu otajonlarimiz ajoyib qizlarni tarbiyalab, voyaga yetkazib, bugungi to'yxona qasrimizda bosh bo'lib siz qadrdonlar bilan shodliklarini ulashib, dillari shodlikka to'lib, ajoyib so'zlarni tabriklashga shay bo'lib turibdilar. Marhamat, hurmatli otajonlar, siz navbati sizlarga. Uzr albatta. Assalomu alaykum. Bu to'yga kelgan mehmonlar, mezmonlar. Mana bugun nevara to'ylar, Bunyodjon, Nazar ukamlarda o'g'ilchalar mana sunnat to'ylariga xush kelibsizlar. Bu to'y bolalar katta bo'lsin, ota-onalarga xizmat qilsin. Hamisha to'ylar bo'lsin. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Xush kelibsizlar. Qaddimni bukolmas ming bir ozorlar, har nidan ustundir ona duosi. Dunyoda baxtlidir ota onasi borlar. Bizda dast kelyaptimi? Tabriklarimizni davom ettiramiz. Yana tabriklash uchun so'z navbatini mana shu Mahliyaxon qizimizni akasi Vohidjon, kelinayasi Muxbiraxon, singlisi Maftunaxonga bersak. Marhamat, qadrdonlar, so'z navbati siz azizlarga. Marhamat. Avvalambor assalomu alaykum. Ushbu kechaga yig'ilgan aziz mehmonlar, xush kelibsizlar hammalaringiz. Mana bugun o'g'illarimiz Asilbek, Diyorbek, Elbeklarning sunnat to'ylari va ularning ukalari Bunyodbeklarning sunnat to'ylarida o'tirar ekanmiz. Men bu bolajonlarga uzoq umr, sihat salomatlik, uzoq umr tilab qolaman. Kelajakda ota-onasiga, eliga xizmat qiladigan yaxshi farzandlar bo'lib yetish tilab qolaman. Rahmat. Oilamiz nomidan arzimagan sovg'amizni topshirishga ijozat bergaysizlar. Avvalambor assalomu alaykum. Uzoq yaqindan kelgan mezmonlar. Mana bugun Objon Mahliya Pochon Xudoy nazarlarning farzandlari Diyorbek, Elbek, Asilbek va Bunyodbeklarning sunnat to'ylarida o'tiribmiz. Men bularga uzoq umr, sihat, salomatlik, kelgusi o'xshashlarda omad tilayman. Shu to'yga qatnasha olmagan, qishloqda yurgan enam ammamlar nomidan, xolamlar nomidan, bo'limlar nomidan, hammasining nomidan chin qalbimdan tabriklayman. Rahmat. istaklar uchun har tong duolarga qo'l ochib, chehrasidan yorug' nur sochib, duolari bulg'usi vojib. Bu ulug' zot otadir, ota. Bu ulug' zot onadir, ona. Azizlar, bugungi mana shunday ajoyib sahnamizni, ajoyib koshonamizni qadrli mehmoni bo'lgan. Siz qora ko'z shirin so'zlarga o'z bilimlarini berib kelgan hurmatli ustoz onaxonimiz Gulbahor opa,
hamda mana shu yerda odamlarni uzoqni yaqin qilgan hurmatli akaxonimiz Ikromjon aka ham mana shu to'yxonani aziz mehmonlari bo'lib o'tirishibdi. Hurmat bilan tabriklash uchun so'z navbatini Ikromjon akamiz hamda Gulbahor onamizga bersak. Marhamat, so'z navbati sizlarga. Jaholatning zahri o'tib ilikka duch kelardek har kuni qiyinchilikka. Marhamat, so'z navbati sizga. Hurmatli aziz mehmonlar, ushbu to'yxonaga xush kelibsizlar. Mana shu to'yxonani bezaklari sunnat to'ylari bilan mana ukaxonimiz to'y bolalari Elbekjon, Aslibek, Diyorbeklarni sunnat to'ylari bilan siz aziz mehmonlarni tabriklaymiz. Sizlarga hamisha uzoq umr, sihat, salomatlik, kelgusi o'qish ishlarida ulkan muvaffaqiyatlar tilaymiz. Hamisha mana shu to'ybollar sog' va salomat bo'lib, kelajagimizning aziz, obro'li, e'tiborli farzandlari bo'lib yetsin. Rahmat sizga ham mana shunday ajoyib tilak va istaklaringiz uchun. Azizlar, yana bugungi mana shunday to'yxona oqshomimizni davom ettirgan holda navbatni yana san'atkorimizga bersak-da, qaysiki bugungi ushbu to'y oqshomida qulochini yozib, o'z raqslarini hadya qila olmagan yosh qaridir, barchangizni davramizga chorlab qolamiz-da, ana undan so'ng to'y oqshomiga yakun yasaymiz. Marhamat azizlar. Yemey turing topqo'ling. Bo'ldi endi yavrum.
onajonlar, barchalaringiz xonadon ahli nomidan yana bir karra xush kelibsizlar deymiz. To'ybola o'g'lonlarga esa uzoq umrni, sihat salomatlikni so'raymiz. Yurtimiz, xalqimiz uchun ajoyib o'g'lonlar bo'lib yetishsin. Bugungi to'y oqshomimizga azizlar yakun yasaymiz. Chunki ertaga ish kuni. Rahmat diqqatlaringiz uchun.